Assalomu alaykum, sizlarni xush ko'rdik. Keling, dastavval o'zbekistonliklar qaysi davlatni eng ko'p tanlayapti va aynan ushbu davlatlarning jozibador jihatlari qaysilar? Shu haqida gaplashsak. Rahmat savolingiz uchun. O'zi avvalambor umumiy jihatdan bir tushuncha bermoqchiman. O'zi migratsiya jarayoni juda murakkab hisoblanadi, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Sababi deylik 2026-yilning statistikasiga ko'ra, ya'ni Xalqaro migratsiya tashkilotining statistikasiga ko'ra, hozirgi paytda yer yuzida 300 milliondan ziyod mehnat migrantlari mavjud. Ular har xil turli sabablarga ko'ra migratsiyaga uchragan. Uni bitta yo'nalish emas, balki turli yo'nalishlari bor. Shuning uchun ham murakkab hisoblanadi. Shu sababdan agar O'zbekistonning migratsiyasiga bir nazar boqsak, oldingi bir 5-6 yil oldin deylik O'zbekiston Respublikasi faqat o'sha Qozog'iston Respublikasi yoki Rossiya Federatsiyasiga tashkiliy tarzda odam yuborgan bo'lsa, hozirgi paytda bu geografiya juda ham o'sgan va 30 dan ziyod bo'lgan. Deylik, oldin faqat shu Rossiya yoki Qozog'iston bo'lsa, hozir Buyuk Britaniya, Yevropa davlatlaridan Latviya, Litva, Estoniya, bundan tashqari Fransiyaga mana yaqinda mavsumiy ishlarga jo'natdik. Ruminiya davlati, mana Gollandiya davlatlari ochilyapti. AQShga mana birinchi qadam qo'yildi. AQSh qishloq xo'jaligi yo'nalishida. Bundan tashqari mana Osiyoning eng rivojlangan mamlakatlari Janubiy Koreya va Yaponiya davlatlari bilan juda keng qamrovda ishlar olib bormoqdamiz. O'sha demak, hozirgi fuqarolarimiz ko'proq albatta o'zini kasbiga qarab turli davlatlarni tanlash huquqiga ega. Masalan, deylik, kara haydovchi bo'lsa, fuqaroyimiz ularga eng yaxshi yo'nalishlardan biri va borayotgan yo'nalishda Slovakiya Respublikasi, Yaponiyaga bor misol uchun. Endi Yaponiyaning o'zini qiyinchiliklari bor, sababi N4 darajada til sertifikat talab etiladi. Slovakiyaga rus tilini bilsa ham fuqarolarimiz keta oladi. Bundan tashqari mana Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishlar, bu har yili ancha-muncha odam jo'natiladi o'sha yo'nalishda. Boshqa davlatlarga ham o'sha jo'natib turibmiz hozir. Aynan siz tilga olgan davlatlarning huquqiy maqomiga ham e'tibor qaratiladi. Mana agar migratsiya agentligi tomonidan emas, bir fuqaroning o'zi qiziqib topgan holatda qanaqadir saytlari ham mavjud hozirda. Registratsiyadan o'tib, qabul qilinib, o'sha davlatga borsa-yu, qanaqadir muammolarga yo'liqsa, ushbu fuqarolarimizga ham migratsiya agentligi yordam ko'rsatadimi? Albatta, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p trendga chiqqan desak ham bo'ladi. Biz sizni tez, oson, hech qanday til bo'yicha yoki ish bo'yicha tajribalar talab etilmaydi, qisqa fursatda xorijga ishga yuboramiz deb mahalliy ijtimoiy tarmoqlar hamda shu bilan birgalikda xorijdagi qo'shtirnoq ichidagi konsalting firmalaridan fuqarolarga ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib, qanaqadir bir kontraktlarni yuborib, kontrakt uchun shu faqat 400 yoki 500 dollar to'lasangiz shuni o'zi yetarli, biz sizni qisqa fursatda Germaniya va Angliyaga yuboramiz degan e'lonlar ko'p uchraydi. Fuqarolarimizga mazkur e'lonlarga kafolatlanmagan ish o'rinlari orqali kontrakt tuzib xorijga ketish, nafaqat ketish, u ko'p holatda fuqarolar aldanadi. O'sha chiqqan bizga ko'p murojaatlar bo'ladi. Mana bu konsalting firmasi orqali biz shartnoma qildik, shuncha miqdorda pul to'ladik, bu firma hozirda biz bilan aloqani uzib qo'ydi va hokazo holatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun fuqarolarimizga birinchi o'rindagi tavsiyamiz, agar xorijiy davlatlarga ishlash maqsadida bormoqchi bo'lsangiz, shu xorijga ishga yuborish bo'yicha vakolatga ega bo'lgan migratsiya agentligi hamda migratsiya agentligidan litsenziya olib faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentliklariga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Endi fuqaroyimiz deylik, nafaqat agentlik orqali mustaqil o'zi kimdir qanaqadir tanishini taklifi bilan yoki boshqa yo'llar bilan xorijiy davlatlarga bordi va o'sha yerda haq huquqlari buzildi yoki bir va'da qilingan ish o'rnalari chiqmadi yoki oylik maoshlarini olish bilan bog'liq muammolarga uchrashdi. Shunday vaziyatlarda ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolari migratsiya agentligiga va xorijdagi diplomatik muassasalarga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib amaliy yordam olishlari mumkin. U tashkiliy tarzda ketgan yoki o'zi ketgan degan qanaqadir alohida kriteriyalarga ajratilmasdan barcha fuqarolarga bir xilda yordam ko'rsatiladi. Xususan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari nafaqat O'zbekistonda, xorijda ham haq huquqlari kafolatlanishi qayd etilgan. Abdulaziz aka, ma'lumki ba'zi bir xorijiy davlatlarda ishchi kuchi hozirda yetishmayapti.
lekin qaysidir ma'noda bu boshqa mamlakat vakillarini, ishchilarini ushbu davlatga kirishini qiyinlashtirib qo'yganda, bu omillar nimalardan iborat? Mana o'zi bitta masalani aytaman, o'sha hozirgi muammoimizdan biri deylik. Bu o'zgaryapti albatta. Mana kasbiy ta'lim agentligi hozirgi oxirgi paytda mana kuzatib borayotgan bo'lsangiz, juda kasb yo'nalishida mana xorijga fuqaroni tayyorlash bo'yicha juda yaxshi natijalarga erishyapti. Oldin misol uchun kasblar muammo bo'lgan bo'lsa, ya'ni bizning standartlarimiz, kasb standartlari Yevropani ayrim bir davlatlariga o'tmagan bo'lsa, hozir shu narsa to'g'rilanyapti. Mana deylik, kasbiy ta'lim agentligida hozir ISO standartlari bo'yicha mana svarshka deymiz, payvandlovchilarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. U nimadan iborat? Oldin mana oddiy fuqaromiz elektrodda svarka qilgan bo'lsa, hozir TIK, MIGBAK yo'nalishlarida o'zlarining ishlari faoliyatini olib boradi va o'sha kasbiy ta'limda agentligida tayyorlanib, o'sha sertifikat olgandan keyin ISO standartlari u deyarli butun dunyoga o'tadi. Sababi ISO standartlari bilasiz, bu butun dunyoga o'tadi. Undan tashqari o'sha kasb muammosidan tashqari albatta til muammosi mavjud. Ya'ni ayrim davlatlar juda qattiq til talabini qo'yadi. Misol uchun mana Germaniyaga hamshiralarni olsak, B2 darajada nemis tilini bilish kerak. Vaholanki bizning fuqarolar 6 oydan 9 oygacha tayyorlanadi. Bu juda uzoq jarayonda. Biz mana hozir shuni yo'lga qo'ymoqchimizki, ish beruvchilar bilan kelishib, qiyinroq emas, balki yengilroq, ya'ni til talablarini sal bizga osonlashtirib bersa, biz tezroq tayyorlaymiz va ko'proq odam yuboramiz. Vaholanki Germaniyaning o'zida hozirgi paytda 30 mingdan ziyod vakansiya mavjud. Imенно hamshiralik yo'nalishida deylik. Lekin juda o'sha Germaniyaning standartlari va Germaniya tomonidan qo'yilgan murakkab talablari uchun bu vakansiyalar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyodan to'lmayapti-da. Shuning uchun eng asosiy omildan biri o'sha til kasb bo'lsa, men aytardimki, o'sha ish beruvchilarga ko'proq yengillashtirilgan tarzda bizga vakansiyalar taqdim etsa, nomzodlar osonlikcha o'sha vakansiyalarni to'ldirishga ega bo'ladi. Bu yerda yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak deb hisoblayman-da. Masalan, Germaniya Federativ Respublikasiga borsa bir fuqaro hamshiralik yo'nalishi bo'yicha ishga joylashsa, to'g'ri, oldindan ko'zlangan maosh yuqori bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir xorijiy davlatlarda yashash xarajatlari ham birmuncha qimmatda. Masalan, $3000 oylik olsak-ku, lekin o'ziga oxirida chiqimlardan tashqari qoladigan summa bu $1500 ni tashkil qiladigan bo'lsa, bu achinarli holat deb aytish mumkin-da. Bu holatlarda ham qanaqadir fuqarolarimizga o'sha xorijiy davlatda yashash tarzini osonlashtirishga, masalan, turar joy masalasidami, oziq-ovqat masalasidami, shunaqa narsalar ham inobatga olinadimi? Albatta, shu aniqlangan ish beruvchi yoki bizga xorijdan ish o'rinlarini taklif qilgan ish beruvchi korxona bilan hamkorlik shartnomasi qilinadi. Hamkorlik shartnomasida o'sha maxsus sotsial paketlar, ijtimoiy paketlari bor. Ijtimoiy paketlarida imkon darajada ish beruvchiga ko'proq mas'uliyatni, avia chiptalarini yoki borgandan keyin transfer qilish yoki yotoq joy bilan ta'minlash, oziq-ovqat bilan ta'minlash, ish joyiga olib borish, olib kelish va hokazo masalalar bo'yicha ko'proq mas'uliyatni fuqaroga yengillik, qulaylik bo'lishi, u ishlab topgan maoshi faqatgina shu maishiy xarajatlari uchun ketib qolmasligini inobatga olgan holatda ko'p holatda ish beruvchiga mas'uliyatni qo'yishga harakat qilamiz. Shunda fuqaroyimiz borgandan keyin o'sha topgan oylik maoshidan ko'proq qismini o'zini ehtiyojlari, ya'ni uyiga, o'sha keyinchalik biznesini yo'lga qo'yish uchun yoki o'sha borishdan maqsad nima xorijga? Xorijdan borishdan maqsad mehnat migrantlarimizni bu xorijda yuqori daromad topish, xorijiy malakani o'zlashtirish va kelgandan keyin O'zbekistonga jamg'argan mablag'i hisobidan O'zbekistonda o'z tadbirkorligini, innovatsion g'oyalarini targ'ib qilish, shu o'ziga o'xshagan yoshlarni mahallasidagi yoki qarindosh urug'larini ish bilan ta'minlash maqsadida borib yuqori maosh olish, topish maqsadida boradi. Shuning uchun imkon darajasida fuqarolarni manfaatlariga, ularga qulay bo'lay turgan holatda hamkorlik shartnomalarini tuzishda e'tibor qaratiladi. Kelinglar, hozir masalan bir amaliy narsani tahlil qilib ko'raylik-da. Masalan, shartnoma tuzilgan, birmuncha fuqarolarimiz jo'natilgan o'sha xorijiy davlatga, lekin ularning qaysidir sabablari tufayli o'rtadagi shartnoma buzildi. Masalan, oylik maosh oxirgi 2 oy yoki 3 oydan beri to'lanmayapti. Ushbu holatda qanaqa chora ko'riladi?
Migratsiya agentligini bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining 10 ta yirik shaharlarida, Koreya Respublikasining Seul shahrida, Qozog'iston Respublikasining Chimkent hamda Turkiya Respublikasining Anqara va Istanbul shaharlarida asosan ko'plab fuqarolarimiz borib ishlayotgan mamlakatlarda vakolatxona va vakilliklari bor. Bundan tashqari mana bu yil Yevropaning 7 ta davlatida faxriy vakillarimiz tayinlandi. Birinchi navbatda fuqarolarimiz agarda shunday holatda haq huquqlari buzilsa, agentlikning xorijdagi vakolatxonalariga yoki migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamlariga oila a'zolari, nafaqat oila a'zolari, xorijiy davlatlar hududidan turib ham chiqish kodlarini tergan holatda hisoblarida, ya'ni telefonlarida mablag' bo'lmagan taqdirda ham to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, o'sha muammoli vaziyat haqida murojaat qoldirishlari mumkin. Mazkur murojaat bo'yicha yoki ijtimoiy tarmoqlarda bizda shu Sabachka huquqiy yordam uzbot Telegram ijtimoiy tarmog'ida yo'lga qo'yilgan. Chunki hozirgi kunda asosan fuqarolar shu Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ko'proq foydalanishadi va shu orqali maxsus bot orqali murojaat yuborishadi. U yerda fuqaro qayerda, qaysi shaharda, qanday muammolar qiynayapti fuqaroni, telefon raqamlarini qoldiradi. Mutaxassislar bog'lanib, fuqaro bilan murojaati nazoratga olinadi. Endi sizda savolingizga kelayotgan bo'lsak, agar shunday holatlarda fuqaroni shartnoma shartlari buzildi, mehnat haq-huquqlari paymol bo'lyapti. Bunday holatda shu xorijdagi vakolatxonalar ish beruvchi tashkilot bilan muzokara o'tkazib, nima sababdan bunday holat bo'lyapti? Bunday holat kelib chiqishiga ish beruvchi aybdormi yoki ishchi aybdormi? O'zaro muhokama natijasida agar ijobiy yechim bo'lmayotgan bo'lsa, mazkur xorijdagi tashkilotning ustidan tegishli xorijiy huquqni himoya qiluvchi organlar, ya'ni mehnat inspeksiyasi, prokuratura shu kabi tashkilotlarga rasmiy fuqarolar haq-huquqini himoya qilish uchun murojaatlar bilan chiqiladi. Bundan tashqari, agarda shunday vaziyatda fuqaro ishladi, ish haqqini ololmasa, har bir tashkiliy tarzda ketayotgan fuqarolar migratsiya agentligi tomonidan tekin subsidiya asosida 300 ming so'mlik sug'urta paketlari beriladi. Bu sug'urta paketlarida nima bor? Ya'ni o'sha xorijiy davlat hududida kiritilmasa, ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni ololmasa, vatanga qaytarish, yashash joyi bilan ta'minlash hamda o'sha borgan mamlakatida ish beruvchi tomonidan haq-huquqlari buzilsa, mazkur fuqaroga o'sha hamkorlik shartnomasida belgilangan oylik maoshini 50% miqdorida kompensatsiya puli sug'urta kompaniyasi tomonidan to'lab beriladi. Hamda agentlikning xorijdagi vakolatxonalari fuqaroni shu mutaxassisligidan kelib chiqqan holatda boshqa ishga joylashtirish choralari ko'riladi. Yana shu o'rinda aytib o'tish kerak, bizda migratsiya jamg'armasi bor. Migratsiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan xorijda haq-huquqlari buzilgan fuqarolarga agarda agentlik xorijdagi vakolatlari doirasida ishni ijobiy hal qila olmasa yoki mazkur masala sud tartibida ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, fuqarolar haq-huquqini himoya qilish uchun $3000 advokatlik yoki yuridik tashkilotlar xizmatlari haqqini to'lab berish ham mavjud. Shunday mexanizm mavjud. Abdulaziz aka, masalan, kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan ma'qulroq deymiz. Ya'ni bir fuqaro hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlar juda ham faol. Reklamalar orqali ko'rishyapti, $3000, $4000 oylikni oldindan va'da qilishyapti-da, aldanib qolmaslik uchun qaysi jihatlarga e'tibor qaratgan yaxshiroq? Bu aynan hozirgi paytda juda dolzarb mavzu deb o'ylayman. Sababi mana Alisher akam aytib o'tganlaridek, O'zbekiston Respublikasida, ya'ni xorijga odam yuborish, tashkiliy tarzda odam yuborish bu litsenziya talab qilinadigan faoliyat. Birinchi o'rinda. Ya'ni siz xorijga odam yubormoqchimisiz, o'zidan o'zi emas, sizda litsenziya bo'lishi kerak. Ya'ni kimdan? Migratsiya agentligidan. Agar bu litsenziya bo'lmasa, sizning faoliyatingiz noqonuniy hisoblanadi. O'sha hozirgi mana Instagram yoki Telegram kanallarida juda ko'p aylanadi. Mana $3000, $4000 evaziga mana sizga 10 kunda viza olib beramiz deydi. Buni qanday anglash mumkin? Juda oson, chunki hozir Yevropa mamlakatlari ham viza jarayonlari kamida 6 oyga cho'zilganda, misol uchun juda oson emas.
deylik mana Bolgariya Respublikasi yoki hozir biz ishlayotgan mana Latviya, Litva bo'lsa yoki Germaniya Federatsiya Respublikasi yoki Buyuk Britaniya deylik, ular o'zini ichki tartibi bor. Ya'ni ularni migratsiyasini ichki tartibi shundan iboratki, ular hujjatlarni tekshiradi. Ma'lum bir hajmi bo'ladi, misol uchun elchixonalarni, o'sha viza markazlarini, o'sha hajmiga qarab bu 4 oydan 6 oygacha kamida cho'ziladi. 10 kun deyish o'zi bilingki, o'zi bu birinchida aldov. Keyin ikkinchi masala, hech qaysi ish beruvchi yoki rekruting kompaniya hech qachon hali xizmat ko'rsatmasdan oldin sizdan pul talab qilishga haqqi yo'q. Sabab sizga hali xizmat ko'rsatmadi. Nega siz nega u pul talab qilish kerak? Shunaqa yo'nalishlar juda ko'payib ketgani sababli mana biz hukumat organlari bilan aynan shu huquqiy targ'ibot organlari bilan juda keng ishlaymiz va agar aniqlaganimizda o'zimizni pressamiz agar shu yo'nalishda aniqlasa, albatta huquqiy targ'ibot organlariga topshiradi va bunga albatta qonunchilikda belgilangan jazolar qo'llaniladi. Alisher aka, ba'zi bir davlatlarga borgan fuqarolarimiz to'g'ri ko'proq ishlagisi keladi, yana ham ko'proq daromad olgisi keladida, noqonuniy tarzda u yerda turish vizasi tugaydi, vaqti tugaydida, lekin noqonuniy tarzda yashirinib, berkinib pul topish ko'yiga tushib qolishadi. Bu holatda ularni qanaqa chora-tadbirlar kutadi? To'g'ri, agar bir fuqaro shunchaki deportatsiya qilinsa, bu unchalik katta muammo emasdir, balki keyingi yili bir necha yil davomida o'sha davlatga bora olmaydi. Lekin bu parda ortidagi jarayonlar ham bor, ular qamab qo'yilishi mumkin yoki boshqa jarayonlarga solinishi mumkin. Albatta biz doim qonuniy mehnat migratsiyasi tarafdori bo'lganmiz. Buni har doim ta'kidlaymiz. Fuqarolarimiz xorijiy davlatlarga borgandan keyin har bir davlatni o'zini migratsiya qonunchiligi bor. Ya'ni migratsiya qonunchiligiga ko'ra borgandan keyin o'sha mamlakat hududidagi vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatga turish kerak, yashash uchun. Undan tashqari ishlash huquqini beruvchi hujjatlar. Deylik, mana Rossiyaga borsa patent olish kerak, patent to'lovini har oyda to'lash kerak. To'lamasa u patent bekor bo'lishiga sabab bo'ladi. Va hokazo. Deylik, Qozog'istonda ham, Yevropa davlatlarida ham hammasida o'ziga yarasha belgilangan migratsiya qonunchiliklari bor. Agarda fuqarolar borgandan keyin ko'p aksariyat fuqarolar mana shu konsalting firmalar orqali boradi, turizm maqsadida boradi. Turizm maqsadida borgandan keyin u yerda noqonuniy ishlarda ishlaydi. U boshqa maqsadda, misol uchun ishlash maqsadida boradi-da, kontrakti buzib ketadi-da, boshqa joyga borib noqonuniy ishlarda ishlaydi. U albatta o'sha mamlakatning qonun qoidalarini buzilishiga u fuqaro tegishli organlar tomonidan qo'lga olinsa deportatsiya qilinadi. Eng yomoni mana aytdingiz, parda ortida dedingiz. Albatta buni ta'kidlamasak bo'lmaydi. O'sha deylik Yevropa davlatlarida mana fuqarolarimiz soni ortib boryapti yoki mana Koreya, boshqa davlatlarda noqonuniy yursa, bu O'zbekistonda umumiy imijga salbiy ta'sir qiladi. O'sha mamlakatda o'zbekistonlik fuqarolarning noqonuniy yurishi, ularning deportatsiya bo'lishi keyinchalik o'sha tashkiliy tarzda yoki o'sha qonuniy yo'llar bilan bormoqchi bo'lgan fuqarolarni viza olish jarayonlarida salbiy ta'sir qiladi. U xorijiy mamlakatlar hududida shunday tushuncha paydo bo'ladiki, bu davlat fuqarolari gastrobayter, noqonuniy yuradi. Mana biz o'tgan yilgi davomida shunda 1000 ta fuqaroni aniqladik. Misol uchun deylik, bitta Yevropa misolida ko'rayotgan bo'lsak, O'zbekistondan deylik 500 mingga yaqin noqonuniy yurgan fuqaroni aniqlab deportatsiya qildik. Ertaga mazkur fuqarolar ishlash maqsadida tayinlik ish joyi bo'lib boshqasi bo'lib borayotgan bo'lsa ham, lekin shu fuqarolarning kasriga bu kelgani bilan baribir aksariyati noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadi, kelgan ish joyida ishlamaydi deydi. Vizani rad qilishga holatlari ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun doim fuqarolarimizni qayerda bo'lsangiz ham o'sha mamlakatning qonun qoidalarini hurmat qilgan holatda tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib ishlashlarini, konsullik ro'yxatlariga turishlarini so'raymiz. O'sha fuqaroyimiz agarda borib qonuniy tarzda ishlasa, agarda u bilan qandaydir bir ko'ngilsiz holatlar bo'lsa, biz unga topishimiz, tezroq amaliy yordamlarni ko'rsatishimiz osonroq bo'ladi. Noqonuniy yursa, misol uchun
ishlash huquqini beruvchi hujjatlari mavjud bo'lmasa, bizda amalda migratsiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan turli xil moliyaviy, ijtimoiy huquqiy yordamlar borda. Endi bu asosan mehnat migrantlari uchun bu paketlar joriy qilingan. Agarda u turist boshqa maqsadda, davolanish maqsadida borganda, lekin ishlab yuribdi, haqiqatda qiyin vaziyatga tushib qoldi. Amalda bu paketlarni mazkur fuqarolarga jalb qilish qonuniy jihatdan muammolarga olib keladi. Shuning uchun doim tavsiya qilamiz qonuniy migratsiya qilishlarini fuqarolardan. Chet elda faoliyat ko'rsatayotgan vatandoshlarimizni yana bir og'riqli jihati shundaki, oila mavzusi. Masalan, ba'zi bir xorij davlatga chiqqanda, ayniqsa Yevropa mamlakatlariga hozirda sizlar ta'kidlaganlaridek ko'payib boryapti. Qisqa muddatga bora olmaydi-da, kamida 1 yil yoki 2 yilga borish kerak. Bu masalan yosh yigit bo'lgan bo'lishi mumkin yoki yangi uylangan yigit bo'lgan bo'lishi mumkin. Oilaviy munosabatlarni ham qisman yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblayman-da. Bu holatda masalan agentligimiz tomonidan oilaviy tarzda xorijga jo'natish masalalari ham ko'rib chiqilyaptimi? Endi migratsiya agentligi asosan fuqarolarni xorijiy davlatlarga yashash maqsadida emas, ishlash maqsadida bormoqchi bo'lgan fuqarolarni yuboradi. Lekin aksariyat ba'zi bir ish beruvchilar chiqadi, menga deydi ko'proq oilali bo'lgani ma'qul deydi. Oilasi bilan kelsa ortiqcha boshqa bo'sh vaqtida oilasi bilan band bo'ladi-da, noto'g'ri, nomaqbul harakatlar qilishiga vaqti bo'lmaydi. Unda biz ham tabiiy holat turmush o'rtog'imiz bilan bir joyga borayotgan bo'lsak, doim tergab, har doim u shu yerda ham qayerdasiz, qachon kelasiz, doimiy nima bo'ladi, nazorat bo'ladi. Endi albatta fuqarolar oilasi bilan borgani ma'qul, lekin mana shunaqa holatlar bor. Germaniyaga biz to'g'rimi ayollarni shu hamshiralikka yuboramiz. U 1 yil davomida agarda o'sha borgan tashkilotida yaxshi ishlab, o'zini ko'rsatib, nima qilayotgan bo'lsa, u keyinchalik turmush o'rtog'i va farzandlarini ham chaqirib olishi mumkin. Yoki mana Koreya davlatiga 7-9 vizasida borgan fuqarolarimiz o'sha yerda ishlab malakali ishchi deydi ularda Y7 vizasi malakali ishchi toifasiga o'tgandan keyin u Y7 da turmush o'rtog'i, yaqin oila a'zolarini chaqirib olishi mumkin bo'ladi. Shunday holatlarda fuqarolar oila a'zolari bilan borib ishlashlari mumkin. Mana hozir undan tashqari hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Belorussiya davlatida hozir yangi kanal ochildi. O'sha yerga ko'plab qishloq xo'jalik sohasida, sanoat sohasida fuqarolarda ishchi kuchi ehtiyoj yuqori bo'lgani uchun ko'plab tashkilotlar bizga oilali bo'lib kelgani ma'qul degan nima bilan chiqishyapti. Endi qishloq xo'jalik ishi bo'lgandan keyin u turmush o'rtog'i bilan boradi. Bitta deylik fermada turmush o'rtog'i deylik transport, traktor minishi mumkin yoki chorva mollariga qarashi mumkin. Turmush o'rtog'i sut sog'uvchilik yoki farroshlik yoki qadoqlash ishlari birgalikda ishlasa, shu ish beruvchiga shu qulayroq. Endi har xil, hamma davlatda biz asosan ish beruvchini talabidan kelib chiqqan holatda fuqarolarni tanlovlardan saralab, shunga qarab tashkiliy tarzda yuboramiz. Agar hozir masalan bitta davlatni emas, bitta kasbni tanlash imkoni bo'lsa, fuqarolarga qaysi zamonaviy kasblar bo'yicha mutaxassisliklarni oshirishni maslahat bergan bo'lardingiz? Endi kasblar haqida gapirsak, hozirgi paytda ko'p odamlarga menimcha xayoliga bir narsa keladi. Sun'iy intellekt, ya'ni sun'iy intellekt qaysidir kasblarni egallashi mumkin degan narsa bor. Endi bu hozir sir emas. Men shunaqa javob bergan bo'lardimki, shunaqa kasblar borki, baribir yaqin 10 yil ichida menimcha sun'iy intellekt uni eplolmaydi. Sababi bu kasblarda odam omili baribir kerak. Mana misol uchun birinchi o'rinda men aytardimki, hozir Yevropa mamlakatini o'zini olsak, Yevropa ittifoqida 20 ta 8 ta davlat bo'lsa, deyarli barchasida CE kategoriya haydovchisiga talab yuqori. Ya'ni hozirgi paytda analiz bo'yicha 70 mingdan ziyod vakansiya bor o'sha shu yo'nalishda. Aynan shu o'zinda. Agar fuqarolarimizni biz mana ko'proq shu yo'nalishda tayyorlasak, men o'ylaymanki, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi baribir sun'iy intellekt yo'llarda yurishda, buna qisqa yo'llarda, har xil vaziyatlarda baribir sun'iy intellekt buni eplolmaydi. Baribir odam omili kerak bo'ladi. Sababi Yevropaning o'zida ham hozir juda logistika muammosi mavjud. Nafaqat Yevropa, balki boshqa davlatlarda ham bor. Shuning uchun CE kategoriya haydovchilikka urg'u bergan bo'lardim. Bundan tashqari mana yana
kara haydash yo'nalishi bor. Bu deyarli barcha yirik ishlab chiqaruvchi davlatlar uchun juda muhim. Masalan, mana Yaponiya deylik, Slovakiya Respublikasida mobil zavodlar bor, Stellantis, Peugeot, Citroen, boshqa katta yirik zavodlar bor. Ularga baribir o'sha shu yo'nalishda ishchi kuch kerak. Nega? Birinchi o'rinda baribir o'sha texnik xavfsizligini bilsa, fuqaroimiz kara haydashni o'rgansa, bu juda yaxshi narsa deb o'ylayman. Uchinchidan, mana hozirgi trend bo'layotgan yo'nalishlardan biri bu hamshiralik yo'nalishi. Mana butun dunyoda mana aytib o'tgandek, hamshiralik tanqis. Juda talabga yuqori kasb hisoblanadi. Men aytgan bo'lardimki, juda qiyinroq emas, balki yengillashtirgan tartibda kasbga, o'sha kasbiga yetishmovchiliklar bo'lsa to'ldirib, tiliga yetishmovchiliklar bo'lsa to'ldirib, o'shanga tayyorlab odamlarni jo'natish. Bundan tashqari, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan migratsiya agentligi huzurida Intel markazi ochildi. Mana sentyabrda to'liq bitiriladi. Hozir 90% amalga oshirildi bitirish qurilish ishlari. Bunda juda mana shu qayd etgan yuqori malakali kasblarga urg'u beriladi. Ya'ni xorijdan kelgan mutaxassislar standartlariga asosan bizda mutaxassislar o'rgatiladi, tilga o'rgatiladi va o'sha mamlakatga qisqa muddatda tayyorlanib, misol uchun deylik 3 oydan 6 oygacha tayyorlanib, tashkillashtirilgan tarzda yuboriladi. Mana biz rejalashtiryapmiz, mana boshlang'ich 1000 ta fuqaro uchun joy ajratishga, ya'ni ularni yotoq joyi o'zida bo'ladi, kasbga tayyorlaydigan joylari, o'qitish joylari hammasi o'z joyida bo'ladi. Bundan tashqari hattoki rejalashtiryapmiz aviakassasini ham, o'sha bilet olishigacha ham o'sha markaz ochish o'sha yerda o'zida biletini olib ham ketadi fuqaro. Shunchalik darajada misol uchun qulayliklar yaratmoqchimiz. Albatta bu loyiha aytganimdek amalga oshirilyapti. Bundan tashqari o'sha zarur bo'lgan malaka, til talablarini inobatga olgan holda tayyorlab odamlarni, fuqarolarni yuborish maqsadimiz bor. Bugungi mazmunli suhbat uchun sizlarga tashakkur. Umid qilamizki, bugungi suhbatimiz ko'plab xorijda yurgan migrantlarimiz, vatandoshlarimiz uchun foydali bo'ldi. Salomat bo'ling.